Hammaga salom, hurmatli obunachilar. Bugun biz G'alaba bog'iga keldik. G'alaba bog'ini qo'ldan kelgancha maksimal obzor qilib beramiz. Vot mana bog'ga kirdik. Bilet adashmasam 2 ta odamga 20 mingdan tushdi. Ko'p emas, $1,5 shunaqa. Biz hozir muzeyga kiramiz. Birinchi bo'lib, chunki muzey soat 5:30 da yopilar ekan. Omskayda. Wow. Muzey 5:30 gacha ishlaykan, park ko'zi soat 7 da, 7 gacha aylansa bo'lar ekan soat. Vot mana ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda o'sha davrdagi paytlarni ko'rsatib berishgan bizga shunaqa uslubda. Mana urush tanklar hammasi urushayotgan paytlar. Xullas bu 12 ta viloyatda yozishgan bu yerda anaqalarni, tipa nazvaniyalar, otlarini yozishgan 12 ta viloyatda. Toshkent viloyati, Buxoro viloyati. Vot mana muzeyga kirib keldik. Bu yerda o'sha urush davrida qolgan narsalarni o'sha yerga qo'yishgan vitrinalarga ko'rsa bo'ladi. BMW ekan. Bu tank. Keyin mana o'sha paytda qolgan narsalar, menimcha hammasi realniy bo'lishi kerak. Mana bular hammasi realniy. Rostikasim rasmlar, rostikasim o'sha paytda urush paytidagi ishlatilgan narsalar. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Vot mana bu anaqa suv ichadigan idish o'sha paytdagi bizilib ketibdi. По-моему, kimdir urushgan bu bilan. Vot forma sovetskiy. Sovetskiy военный formasi bo'lishi kerak. Bosh kiyim, etik, kotelok va belkurak. Bu xarita, bilmadim nima xarita bu? Bu park xaritasi ekan. Ordenlar, pasportlar, dokumentlar hammasi. G'alamis odamni nima edi? Urush aravasida turibdi-da, lopatka bilan. Bu urush paytini bizga ko'rsatib berishga harakat qilishibdi. Вот конкретный brat yotibdilar. Bunaqada. Mototsiklda yotibdilar. По-моему, o'lishgan o'sha. Bu yoqda brat dam olyaptilar, ozgina charchatdilar. Yaxshi joy topibdilar dam olishga. Oynalarda svastika, anaqalari, bayroqlar. Keyin mana oynadan qarab turibdilar brat. No, xullas urush shunaqa bo'lgan. Vot bu yerda paxta, to'dim O'zbekiston o'sha paytda nima bilan kuchli bo'lsa, o'sha yerda ko'rsatib berishibdi. U paytda O'zbekiston asosan bilishim bo'yicha mevalar tarqatgan, paxta tarqatish bilan shug'ullangan Sovet davrida. Tak, bunisini bilmadim.
по-моему, shu urush paytida menimcha tarqatilgan narsalar bo'lsa kerak. Ma'lumot berishmagan, просто operatorimiz endi malaka oshiryapti. Hali uncha experience katta emas. Вот, bu yerda ham xuddi shu narsalar, avtomatlar. Вот formalar. Tankist formasi ekan bu. O'sha davrdagi Sovet tankisti. Вот bu yerda rejalarni tushuntirishyapti. O'sha paytda как mana trener и futbolistlar. Shunga o'xshash tushuntiryapti mana. Urush qahramonlari. Bu yerda nima ekan? O'zbek xalqining munosib hissasi. Muzey yangiliklari. Ikkinchi jahon urushi qahramonlari. Bu yerda ma'lumot berib ketishdi. Bu yerda instrumentlar O'zbekistonda o'sha paytda ishlatilgan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu adres bo'lishi kerak, adashmasam. Вот. Keyin kitoblar har xil, bilmadim, o'sha urush bilan bog'liq ordenlar, kitoblar, rasmlar. Keyin kitoblar, boshqa priborlar bor ekan. Bu bayroqlar. Bilmadim, bu har xil, по-моему, bo'limlarga bo'lingan bayroqlar. To'g'risi. Razgrom bayrog'i bor ekan qanaqadir. To'g'risi menda ma'lumot uncha ko'p emas. Bor narsadan o'qib aytmoqman. Keyin bu Pobyedaga 75 yil bo'lganiga merch ekan, по-моему. Mana 1945, 2020-yil. 2020-yil ochilgan bu bog', adashmasam. Va keyin kitoblar, har xil narsalar. Xullas biz hozir ikkinchi etajga chiqamiz. Bu yerda 3 etaj bo'lishi kerak. Ayo, по-моему, 2 etaj. Da, 2 etaj ekan. Bu ikkinchi etaj. Вот bu yerda ham xuddi o'sha narsalar, orden, pasport, dokument, spravka, buyruqlar, qog'ozlar, formalar. Ordenlar rosa ham ko'p juda. Mana Zavzatiya Budapeshtda orden qanaqadir. Вот bu yerda ham xuddi shu narsa, mana priborlar bor ekan, qoshiq bilan vilka bor ekan o'sha paytdagi. Bat vilkani yeb qo'yibdilar. Bitta anaqasini, palkasini yeb qo'yibdilar. Voy. Mashinka bo'lishi kerak. Bu binokl bo'lishi kerak. Bu fonar, anu telefon qiladigan apparat. Bomba. Otib ko'r. Otsang hozir. 3 bo'larmi? Ha? 300 bo'lar. Ya, mumkin. Bu yerda pichoqlar, da pistolet, avtomat, pichoq hamma narsa. Mr. Bean. Mr. Bean konkretniy ko'p order olibdi o'sha paytda. Da. No, konkret hamma narsa mana orderda tuzimsidimlar. Ko'rdinglar. Biz muzey tark etishga qaror qildik, bo'ldi, shu tugadi muzey. Dan chiqdik. Muzeyda hamma narsani obzor qilishga harakat qildik, maksimal hamma narsa ko'rsatishga. Bu yerda mana o'sha davrda urushda halok bo'lgan yoki urushdan keyin vafot etgan soldatlar va o'sha urushda ishtirok etgan odamlar ko'rsatib bo'ladi. Ma'lumotim yo'q narsani gapirmaslikka harakat qilaman, chunki qanaqadir xato o'tib ketsa hate qilmanglar. Qo'ldan kelgancha tushuntirib beraman. Biz bir amalab tepaga chiqib oldik. Bu yerda bizani
aziz jonlarini tinchlik va ozodlik uchun fido etgan qahramon yurtdoshlarimizni ona vatan hech qachon unutmaydi. Vot bu G'alaba bog'iga shu mana tepadan manzara. Hozir o'sha taraflarga boramiz, hammasiga ko'rib chiqamiz videoda. Ko'rishni davom etinglar. Vot biz hozir bog'da yuribmiz, bog'da o'rtalaridamiz deyarli. Bu yerda to'g'risi bilmadim, ma'lumot berilmagan. Prosta chiroyli joy. Xullas, mana qizil anaqa narsalar qilishgan. Bunda ham ma'lumotim yo'q. Prosta chiroyli, bog'da yuribmiz. Bog' bu, bog'. Vot bu yerda haykal. Film bor, o'zbek film. Onasi, xullas onasi 4 ta o'g'li bo'ladi, 4 ta kelini bo'ladi. 4 ta o'g'li bitta urushga boradi, o'ladi. Hammasi o'ladi. Bittadan o'lib chiqadi. Bular hammasi qolib ketadi. Erlarisiz. Po-mo'ymu shu bo'lish kerak, adashmasam. Olsam. Vot bu nimadir? Qo'yar. Nima degan bo'ldi? Narsa olib yursa bo'ladigan narsa edi. Adashmasam, orqasida pechkami, shunga o'xshash ko'rinishidan endi men primerni aytaman. Bu yerda ukamiz xat tashuvchi bola ekan, почтальон o'sha davrdagi bola. Ketdan qo'ldan o'tamiz. Tank mana devor buzib o'tib ketdi, yaramas, devorga yamash kerak. Bo'ldi. O'tdik. Qo'ldan o'tdik. Bu yerda akalarimiz ashla chalishyapti, musiqa qilishyapti. Tank orqasi, mana po-mo'ymu tankdan nimadir olishgan, buzilgan devor. Hozir mana hurmatli obunachilar, hozir biz okopga tushamiz sekin. Vot bu o'sha payti okop qanaqa bo'lishini ko'rsatib berishga harakat qilishdi, atmosferasini. Vot bu har xil joylar okoplarda bekinadigan. Vot mana bekin olsa bo'ladi. Bunaqa qilib bekin olsa bo'ladi. Oyoqlarim charchab ketdi. Vot biz okopda yuribmiz. Boshimiz chiqib turibdi. O'sha paytda urush payti bo'lganmiz, bizdan sразу otib tashlashardi, sразу. Bu ko'rishingiz mumkin. Yozib qo'yaman, описаниеda ko'rishingiz bo'ladi. Bu yerda bitta bratimiz ushlab turibdilar, shuni siluet qilib bizga ko'rsatib berishibdi. Ha, biz bu yoqqa o'tamiz. Mana bu yerda bizda оружие bor. Okopda ishlatiladigan tank, mana ko'rsatib bo'ladi. Bu yoqqa chiqiladi, otiladi bunaqa. Mana qilib otsa bo'ladi. Mana bundan ko'rsa. Xo'p, xullas bu tank tagida shunaqa lekin real qo'rqinchli ekan. Tank tagida o'sha paytda bo'lgan edi. Mana. Chotki. Bu yerdan ham olsa bo'ladi tankni ko'rinishini. Bo'ldi, endi dars ketamiz. Vot mana bratlarga hozir o'qini unaqa qilib qo'yibdi, pritel qilib qo'yibdi ham tank. Bratlar вообще umuman ishi yo'q, haqiqatan archaga otishyapti. Vot. Shunaqa gaplar. Mana bu yerda samolyotlar uchayotganini ko'rsatib berishibdi, sovetskiy samolyotlar. Mana bu sovetskiy samolyotlar uchayapti, fashist samolyoti yerga qulayapti. Vot. Vot bu akalarimiz hozir shu urush paytida nima edi? Pozitsiyalarni qo'riqlashyapti, mana turib olib okopda. Akamiz anaqa qotdilar, gapiryaptilar, nima edi? Ratsiyaga gapiryaptilar, adashmasam o'sha paytdagi modirlayaptilar. Menimcha ratsiyada ulanishga, signal olishga apparat. Ну вот. Shunaqa. Bu yerda ham akalarimiz xuddi shu narsa bilan shug'ullanishyapti. Brat menimcha jarohat olganlar urush paytida yotibdilar, bo'lmasa prosta dam oldilar prosta. Xo'p, mana chiroqlari ham yoqildi. Parkda hozir o'sha kech bo'lib qoldi. 5 ga yaqin soat.
Ot bratimiz bilmadim bu nima. Adashmasam granata bo'lsa kerak. Noyob granata. Bu yoqqa dalish ketamiz. O'zbekiston matonati bukilmas mardog'i mardog'lonlari. Mard o'g'lonlari. Adashib ketdim, uzr. Mana bu yerda svet yoqilishi kerak, по-моему, menimcha sal kechroq yoqilsa kerak, adashmasam. Bu yerda o'shaqa chiroyli qilib qo'yishdi, odamlar o'tirganda. Mana chiroq bo'lganda undan ham chiroyli ko'rinardi. Mayli. Davom etamiz. Vodboyga fashist samolyotiga yanada yaqinroq keldik. Hali ham qulayapti. Mana bu yerda kolonka eshitsanglar bo'ladi mana. Bu yerda bizda otadigan apparat qanaqadir otlarni bilgan, ma'lumot berilmagan, urushda ishlatilgan texnika deymiz. Okopdan sekin chiqib quramiz. Vot mana manzara zo'r. Hozir zakat bo'lyapti. Soat 5 dan 10 minutmi, 20 minut o'tdi. Vot bu vokzal. Hozir kirib ko'ramiz ichkariga. Tak. Bu yerda tanklar, poyezd, o'sha muzey ichidagi narsalar, bu yerda ham faqat vokzal bilan bog'liq. Tak, mana bu yerda hozir biz poyezd vagonlarni ko'rib chiqamiz. Po-mo'ymu ichiga kirish mumkin emas. Ichiga kirib bo'lmaydi, to есть. Xullas, mana vagonlarning ichi mana bu yerda yopib qo'yishibdi. Bu yerda ochsa ham bo'lmaydi menimcha. Vot hozir biz vspышкani yoqishga qaror qildik. Telefon fonarini hozir chunki o'sha kech tushib qoldi. Mana bu yo'lda har xil eshikni ochib bo'lmaydi, tekshirganman. Bu yerda vagonlar har xil. Bular hammasi maket. Bular rosti asl emas. Da. Xo'p, mana bu vagonlar har xil ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Hozir bu yoqqa yuramiz, keyin texnikalarni ko'rib chiqib ketamiz. Har xil samolyotlar bor, tanklar, KAMAZlar, mashinalar bor. Bu hozir konsert o'tkazilgan joylar yoki har xil tadbirlar bu yerda o'tkaziladi. Mana 9-may misol uchun hamma shu yoqqa keladi, prezident ham keladi shu yoqqa. Shu yerda hamma tadbirlarni o'tkazishadi. Urush bilan bog'liq. Kuchli ekan. Xo'p, mana bu scena, mana orqasiga menimcha video qo'yilishi kerak yoki qanaqadir plakat osiladi va bu yerda o'tiradigan joy bo'lishi kerak. Qayerdadir ko'rganman, bu yerda ekzamenlar ham o'tkaziladi universitetda. DTM ga o'xshash narsalar o'tkaziladi bu yerda. Vot shu. Mana hozir bizda bu yerda samolyot La-7. Bu gruzavoymi? Xo'p, bu samolyot Li-2 ekan. 1942-yilda chiqqan ekan. Bu ham shunaqa samolyotlar mana Il-2 ekan, uni chetiga yozib qo'yibdi. Il-2, La-5, Yak-3. Bu o'sha samolyotlarning har xil turi. Bu 41-yil chiqqan ekan. Mana. Eshitayotgan bo'lsanglar, shu qayerdadir shu yerda kolonka bor. Samolyotdan ovozini qo'yib qo'yishdi, shu urush paytida. Bu menimcha shu otda degan narsasi bo'lsa kerak. Vot hozir biz tanklar, boshqa har xil urush paytidagi bo'lgan transportlarni oldiga keldik. Vot Berlin sari olg'a. Berlinni ishg'ol qilish uchun hujumga, halok bo'lgan jangchilar uchun qasos. Har xil yozuvlar bilan mana tanklar har xil o'sha paytdagi. Xo'p. Keyin mana yana texnikalar har xil. Keyin mana yana boshqa har xil. Xullas mana har xil texnikalar. Bu yerda tanklar ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda mana otadigan narsalar. Ot, konkretniy ot. Ichroq ko'ring. Vot mana o'sha ichidan bomba chiqadi. Voy. Har xil texnikalar, ma'lumotlar menimcha qo'yish bilarim. Xullas mana har
Вот, hurmatli obunachilar, hozir biz hamma narsani olishga harakat qildik, maksimaliy hamma narsani ko'rsatishga harakat qildik G'alaba bog'ida. Hozir mana safarimiz yakuniga yetyapti. Polni hamma yoqni olib bo'ldik. Hammaga rahmat. Podpiska, like, obuna hammasini bosib tashlanglar. Repost, o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar. Facebook, Snapchat, Telegram hammasiga tashlab tashlanglar, hammasiga ko'rsin. Va keyingi videoda qaysi lokatsiyaga borishni kommentga yozib qoldiringlar. O'qiyman, по-любому.